bilan ishlash bo'yicha o'z faoliyatimni olib kelaman. Bugun 255-maktabga keldik va birinchi o'rinda bizga yoqqan narsa maktab muhiti bo'ldi. To'g'risini aytsam, maktabni sharoiti ham juda ham yaxshi va biz ko'pincha kelganimizda O'zbekistonda salgina qiynaladigan tomonlarimiz mana shu etik projektor yoki mana shunaqa narsalar tayyor bo'lmasligidan sal muammolar bo'lgan ba'zi paytlarda, lekin bugun hamma narsa oldindan tayyor turgandi. Biz o'zi aslida kelishilgan vaqtga nisbatan ancha vaqtliroq kelib qo'ydik. Shunga men boshida xavotir olib telefon qilib vaqtli kelib qo'ydim degandim, lekin vaqtli kelsak ham hamma narsa tayyor turgan ekan. Shu tomondan biz juda ham xursand bo'ldik va o'quvchilar ham juda ham ba'zida masalan bo'ladi-yu, kiradigan o'quvchilar, lekin unaqa emas. Qiziqadigan o'quvchilar kirganligi bilingani, men prezentatsiya qilish davomida ortiqcha hech qanaqa o'zaro gaplashishlar, hech qanaqa ovoz shovqin bo'lgani yo'q. Tinch zalda men bemalol prezentatsiyamni olib bordim va prezentatsiya tugagandan keyin menga yoqqan tomoni o'quvchilar tomonidan berilgan savollar bo'ldi. Chunki men aytaylik universitet ichidagi nizomlariga bog'liq bo'lmagan ba'zi joylarni tashlab ketgan mazmunlarim hammasini savol berishdi va o'quvchilar o'ziga qiziqtirgan, masalan, universitetga kelgandan keyinchalik hayoti bo'yicha ham savollar, juda ham kerakli savollar bo'ldi va har bitta savol berilgan har bitta savoldan atrofdagi o'rtoqlari ham o'ziga kerakli ma'lumotlarni yetarlicha oldi deb hisoblayman va bundan tashqari o'quvchilarni ham o'ziga aytdim, keyinchalik ham Koreya bo'yicha, aynan biz universitet emas, Koreya bo'yicha nima yordam, savollar kerak bo'lsa hammasiga javob berib, yordam berishga harakat qilaman deb va'da berdim. Videoda ham qoldirganman. Keyinchalik shu universitetimiz va mana shu maktab bilan hamkorlik aloqalarimiz keyinchalik yana ham rivojlanishini, kengayishini xohlagan bo'lardim. Buning uchun o'zim ham doim ishdaman, yordam beraman. Siz tomonidan ham men yordam berish kerak mumkin bo'lgan narsalar bo'lsa aytishingiz mumkin. O'quvchilar bizga juda ham yoqdi. Mana shu aynan 255-maktab o'quvchilarini Sinchon Milliy universitetida kutib qolamiz. Rahmat.